Do'stlar, Abduqodir Husanov Manchester City'da nafaqat sovrin yutdi, balki undan ham ziyodroq narsani yutdi. Bu bilasizmi nima? Futbol muxlislarining mehr muhabbati, ommaning unga bo'lgan e'tirofi, e'tibori. Va kecha Manchester City bilan Liga Kubogida chempion bo'lgandan so'ng futbol mutaxassisi, Arsenalning afsonasi Arsen Wenger Husanov haqida shu qadar iliq so'zlarni, shu qadar ajoyib gaplarni gapirdiki, Husanovning vatandoshi bo'lganimda ochig'i faxrlandim. Hozir men sizlarga Arsen Wengerning o'sha gaplarini keltiraman. Undan oldin shunaqangi ajoyib xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifalardan biri. Unda boshladik. Abduqodir ayni damdagi eng kuchli himoyachilardan. Murabbiylar u kabi o'yinchilarni juda ham yaxshi ko'radi. U hech qanday ego va dramalar namoyish etmaydi. Shunchaki sof va ajoyib himoya. Va bilasizmi, keraksiz shovmenliklarga to'la dunyoda aynan shunday o'yinchilar har bir jamoaga kerak. Shovqin yo'q va faqat natijalar. Bu haqiqiy himoyachining namunaviy ko'rinishidir. Ko'ryapsizmi do'stlar, Arsen Wenger bu inson ha deganda ham futbolchilarni maqtayvermaydi. Bo'lib ham himoyachi bo'lsa, himoyachi ampulasi juda ham nozik nuqta. Xatosiz o'ynash va doimo maqtovlarga ega bo'lib chiqish bu juda qiyin masala. Lekin Husanov buni uddalayapti. Husanov nafaqat maydonda, balki maydon tashqarisida ham o'zining odobi bilan barchaga namuna bo'la oladigan inson sifatida ekanligini ko'rsatmoqda. Arsenalga qarshi Liga Kubok finalida uning maydondagi harakatlari bir dunyo va maydon tashqarisida umuman o'yindan keyingi harakatlari bir dunyo. E'tibor berdim, barcha futbolchilar kubok bilan rasm tushmoqda. Barcha futbolchilar muxlislarning oldiga o'sha sovrinni olib borib, xohlaganini qilib, maza qilib nishonlayapti. Lekin Abduqodir Husanov kamtar, qolganlar qatori rasm tushyapti, qolganlar qatori nishonlayapti. Oxir-oqibat Donnarumma, Foden va Holland yur muxlislar bilan nishonla, kubokni ol qo'lingga deb majburlab qo'liga berib, muxlislar oldiga borib nishonlattirdi. Ha, ayrim muxlislarga shoumen futbolchilar yoqadi, shovqin ko'taradigan futbolchilar yoqadi. Menga esa boshqacharoq. Menga barcha insoniy xislatlarni o'zida jam qilgan mana bu qora ko'z o'zbekni maydonda va maydon tashqarisida o'zini tutishi, o'zini qanday ko'rsatishi va haqiqiy o'zbek qadriyatlarini o'zida jam qila olgan o'zbek farzandi Abduqodir Husanov qolganlardan ko'ra menga ustunroq.